Assalamu alaikum qarindoshlar. Hammalarning mush vaqt Alloh tarafidan xayrlik bo'lsin. Tag'am Abdin Ayub Zada qayada. Men Mariya Muhammad Xitoy kommunistlarining irqiy ziyonkashliklarga uchrayotgan millionlagan Uyg'urlarning bir a'zosi. Mening tug'ilib o'sgan yurtim Uston Atush. Xizmat qilgan o'rnim Atush shaharlik xalq doktorxonasi. Men hozir Amerika Boston'da turman. Men o'tgan yildan beri bu yan Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan tutib ketilgan nurg'un tuqqanlarimning izdirgini qilib, Xitoyning jinoyatini kamini yetishicha dunyoga yetib keldim. Hozirga qadar mening urug' tuqqanlarimning xabari yo'q. Demak, Xitoyning Urumchidagi qo'rchoq rais Chin Şöhret Zakir lagerdagi Uyg'urlarni qo'yib badud deb yolg'on so'zladi. Bugun men urug' tuqqanlarimning ichidagi yeshi eng cho'ng 90 yoshlik tag'am Abidin Ayubning surishtisini qilaman. Qo'limga tushgan bir materialga asoslanganda tag'am Abidin Ayub aşkın dini ideyaning taratquchisi deb qo'rinib 2017 yıl besida tutib ketilib, shu yili 5-oyda Atush shaharlik xalq doktorxonasiga elib kelingan o'xshaydi. Hozir shaharlik doktorxona turma doktorxonasi qilib etilgan. Men buni shu chog'dagi Atush shaharlik siyosiy qonun komitetining sekretari Song Kei-shey ismli Xitoy amaldorga chiqarilgan qonuniy hukmdan bildim. Bu hukm nomidan qaraganda Abidin tag'amning o'g'illari va ular bilan yaqin munosabatda bo'lgan nurg'un kishilar tutib ketilibdi. Men biladigan Abidin tag'am xalqning hurmatiga erishgan diyonatlik diniy zot. Ajiba u oshqin ideyani taratgan bo'lsa, 90 yoshga kirgicha Xitoy qo'rqadigan ishdan birini chiqarib qo'ygan bo'ladi. 90 yoshga kirgan odamga tuxumdan tuk undirib, qalpoq kiygizib, jazolash bema'nilik, ushqunlik ham suiqasd. Mening Xitoy aksiyatchi hukumati ham uning qo'l chumoqchilaridan so'raydiganim, mening 90 yoshlik tag'am Abidin Ayub nada? O'libmi, hayotmi? Agar uni hozirgacha qo'yib bermagan bo'lsanglar, sizlar uni o'ldirgan qotil bo'lsizlar. Men sizlarni xalqaro jinoiy ishlar sotiga ham xalqaro jamiyatlarga va butun dunyoga arz qilaman. Ham ustinglardan shikoyat qilaman. Sizlar begunoh xalqni quruq tuhmat bilan xo'rlayotgan ekansizlar. Bizmi sizlar o'tkazgan jinoyatning faktlar bilan sizlarni terrorchi Xitoy davlati deb ataymiz va ustinglardan to'xtamay arz qilamiz. Qarindoshlar, bu videoni tarqatib qo'ygaysizlar. Hammanglarga rahmat. Allohga emanet.